qayta xarid bor. Ya'ni shakdan qolasiz degan joyi bor. Harflarda ishlaganda bormi ichimizda? Bor. 20 kunda shak tashlash kerak. Endi qarang, 20 kunda shak tashlamasangiz, uni sotib olasizmi, ichib orasizmi, yeb orasizmi, qizig'i yo'q. 20 kunda pul tashlash kerak. Shuning uchun undan chiqib ketdim dedim. Keyin qaysinga o'tdingiz dedi. Keyin dedim, men Gano degan kompaniya bor. Uni ham eshitgan, Gano, ha? Ganoda ishladim dedim. Uni marketing plani qanaqa dedi? Uni marketing plani Binar dedim. Binar zo'r sistema-yu dedi. Zo'rligi yaxshi dedim. Mana shu holatda tashlanadi odam va dedim, bundan chiqib ketganimda sababi dedim. Birinchi navbatda bunda ham qayta xarid bor. Har oyda qayta xarid bor. Qayta xarid qilmasangiz, tashlagan barcha odamlaringiz kuyib ketadi, yana noldan boshlaysiz. Yana noldan, birdan boshlaysiz. Ikkinchi yomon tomoni, siz bir kuni har diagnostikaga vrachlarni olib kelardimda, kasallar bilan ishlardik-da. Diagnostikaga ayollarni chaqirdim, vrachimiz kelyapti, keling tekshiruvdan o'tasiz deb, bir yosh katta ayol keldi-da. Bolajonim dedi, ko'chada o'tirib qo'shnimni rozi qildim va olib keldim. 3 millionlik dori oladi Gano mahsulotlaridan dedi-da, mahsulotlarni olib chiqib ketadi. Jonim bolam, ortingizdan odam olib kelsangiz pul chiqadi degan joyingiz bor edi. Mana 3 millionlik tovar olib berdim. Endi menga nech pul chiqadi dedi. O'sha joyda mening yuragimga nayzi sanchilgan. Chunki u bechora kampir hamkor bo'lgandan keyin 3 oy yo'q bo'lib ketgan edi. 3 oyda ichida uni joyi kuyib bo'lgan edi-da. Tushundingizmi? Endi qaydan pul chiqadi? Yana boshqadan bitta tashigandek bo'ladi-ku. O'sha kunda o'zida menga minus bo'lgandi u kompaniya. Va disbalans degan narsa bor. Yozib olinglar hammasini. Disbalans, ya'ni haligimda aytgan narsa, bu tomoningizga ikkita tushib, bu tomoningizga bitta tushadigan bo'lsa, mana bu bitta bilan bitta ko'rishib qo'ya olmaydi. Kutib turadi. Disbalans degan narsa bor edi. Ikki tomoningizga ham ikkitaga ikkita yoki uchtaga uchta yoki to'rttaga to'rtta tushgan paytda pul chiqadi. Disbalans, ya'ni tarozi. Yozib oling. Tarozi degan narsa bor. Disbalans. Bundan ham chiqib ketdim dedi. Undan keyin qaysinga o'tdingiz opajonim dedi.